Dolzarb bo'lgan mavzu varketsinlik kasalligi haqida gaplashamiz. Bu shunchalik xavfli kasallikmi? Shu muammoga duchor bo'lishyapti. Uchrash sabablari nimada? Xavfliligi nimada desangiz, 3-stepen bilan ham 3 ta o'g'li bor bemorlarimiz bor. 2 soatdan keyin bemorimizga javob beramiz. O'zlari yurib chiqib ketaveradilar. Oddiygina yarim soatlik operatsiya sizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Azimjon aka, bugun qaysi mavzuda gaplashamiz? Bugun hamma uchun dolzarb bo'lgan Instagram tarmoqlarida va boshqa tarmoqlarda dolzarb bo'lgan mavzu varketsinlik kasalligi haqida gaplashamiz. Varketsinlik o'zi nima u? U shunchalik xavfli kasallikmi? Varketsinlik o'zi moyak venining venos kengayishi hisoblanib, hozir kunda ko'plab o'g'il bolalarimizda uchrayapti. To'ydan oldingi holatlarda hamda to'ydan keyingi holatlarda tekshirilmagan holatlarda shu muammoga duchor bo'lishyapti. Varketsinlik o'zi moyak venining venos kengayishi hisoblanib, ko'pincha chap tomonlama uchraydi. Uchrash sabablari nimada? Sabablari birinchi o'rinda noto'g'ri tosh ko'tarishimiz, noto'g'ri o'tiroq hayot kechirishimiz. Ayniqsa guruchchiga, ya'ni og'ir yuk ko'taruvchi bemorlarimizda ko'plab uchraydi. Sabablari hammada har xil, individual hisoblanadi. Bitta sabab hech qachon olinmaydi. Xavfliligi nimada desangiz, birinchi o'rinda bu bora-bora sperma sifatiga, harakatchanliklarga ta'sir qiladi, hattoki farzandsizlikkacha olib borishi mumkin. Azimjon aka, varketsinlik jinsiy yo'l bilan ham yuqishi mumkinmi? Yo'q, albatta. Oddiy fiziologik o'zgarish xolos, jinsiy yo'l bilan yuqmaydi. Varketsinlik operatsiyasini qildirmasa, erkaklik kuchi kamayib ketishi mumkinmi? O'zi moyaklardan 70% testosteron ishlab chiqariladi, ma'lum miqdorda testosteronning tushishiga sabab bo'ladi. Operatsiyadan so'ng qon aylanishi yaxshilangani hisobiga erkak kishida testosteron ishlab chiqarilishi yanada kuchayadi, sperma sifatlari yaxshilanadi. Shuning uchun organizmda o'zida inson o'zgarishi yaxshi his qiladi. Varketsinlik aniqlangan bemor farzand ko'rishi mumkinmi yo albatta operatsiya qilish kerakmi? Yo'q, har bir organizm individual hisoblanadi. Mana biz bemorlarimiz kelishadi, 3-stepen bilan ham 3 ta o'g'li bor bemorlarimiz bor. Lekin 1-stepen bilan ham farzandsizlik bo'lib yurgan bemorlarimiz bor. Bu har bir organizmda individuallik. Faqat varketsinlikni UZI Doppler tekshiruviga qarab to'la-to'kis diagnoz qo'yilmaydi. Gormonal tekshiruvlar, spermogramma tekshiruvlarini to'la-to'kis tahlil qilib, shu asosda agar operatsiya zarur bo'lsa, bemor 1 yildan beri farzandsizlik holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, shu asosda qilinadi. Varketsinlik operatsiyasidan keyin bemor qancha vaqtdan keyin ish faoliyatiga qayta oladi? O'zi varketsinlik operatsiyasi bir tomonlama marmar usulida bo'lsa, yarim soat davom etadi. Uzog'i operatsiyadan so'ng 2 soatdan keyin bemorimizga javob beramiz. O'zlari yurib chiqib ketaveradilar. Bir kundan so'ng bemorlar ish faoliyatlarini olib borsalar bo'ladi. Agar ishlari og'ir yuk ko'tarish yoki sovuq zax joyda bo'lmasa, bemorlar bir kundan so'ng ish faoliyatlariga qaytishlari mumkin. Varketsinlik operatsiyasidan keyin bemor qancha vaqtdan keyin jinsiy aloqa qilishi mumkin? Jinsiy aloqa 10 kundan keyin mumkin. Marmar usulida tikib qo'yamiz. 10 kundan so'ng choklar olib tashaladi. 10 kundan so'ng bemalol jinsiy aloqa qilishlari mumkin. Hozirgi kunda varketsinlik qilingan bemorlarda yana qayta bu narsa kuzatilyapti. Buning uchun qaysi usulda qilish kerak? Hozirgi kunda operatsiyani dunyo standartidan o'tgan marmar usulida mikroskop ostida qilinadi. Bu usul juda ham sinovlardan o'tgan usul hisoblanadi. Immuniy qaytalanishini oldini oladi. Qaytalanishi uchun ham обязательно operatsiyadan so'ng bemor bilan shug'ullanishimiz zarur. Har bir holat bemori o'ziga ham bog'liq hisoblanadi. Varketsinlik aniqlangan bemorlar sizga qanday aloqaga chiqishi mumkin? Biz Dusel Medical klinikamizda varketsinlik kasalligini marmar usulda qilamiz. Pastdagi raqam orqali bog'lanib chiqsalar, albatta biz yordam beramiz. Bu siz o'ylagan o'ta xavfli kasallik emas. Oddiygina yarim soatlik operatsiya sizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Ko'p bemorlarimiz qo'rqishadi, operatsiya qildirmasam nima bo'ladi? Oddiy lecheniya variantlari ham yaxshi emasmi deyshadi. Lekin operatsiyadan so'ng sizni hayotingizda yaxshigina o'zgarishlar kuzatiladi.